onajonlar, ilohim mana shu farzandlaringizni nabiralarni chiqarish, uylanish to'ylarda ham xatolarimizdan xato bo'lmasdan mana shunday chiroyli dasturxonlarda o'tirishlikka barchamizni nasib aylasin deymiz. Tabriklarimizni davom ettirib, bugungi to'yxonamizga, bugungi fayzli xonadonimizga hurmatli bo'lgan xolajonlarimiz, Karimoxon va Mukarramxon xolajonlarimiz va Dilbarayxon qizimizning Ra'noxon o'kilbularini davramizga taklif etamiz. Marhamat, Ra'noxon onajonimiz o'kilbulari, Karimoxon va Mukarramxon xolajonlarning davramiz to'riga yana bir bor chorlab qolamiz. Marhamat. Chiroyli tabriklar bilan to'yxonamizga mehmon. Sizlar to'ylar muborak bo'lsin. Rossiyada ishlab, niyat qilib, shu yangi uylar qurib, bolalarga dasturxon solaman deb niyat qilib borib, mana har doim 70 kilolik qopni to'lg'izib keladi-yu, mana shu uylarni bitiradi. Kamini yana borib qopini to'lg'izib kelib, bitirib mana Xudo xolisi chiroyli qilib uylarni bitirishdi mana. El oldiga dasturxon soldi. Mana to'ylarda o'tiribmiz, xursand bo'libsan. Mana shu uylarga hissa qo'shgan, mana xudolarimizga ham rahmat. O'zi chiroyli qilib mana gullar ekib, agrotlar qo'yibdi. Shu ko'pchilik esa rahmatlarimizni aytib qo'yaylik. Opamdan pochcham ham tanjalari sog' bo'lsin. Farzandlarni rohatini ko'rib yuraversin. Xushkepsizlar aziz mehmonlar. Mana shu farzandlarni ham baxtli qizlar, yigitlar bo'lsin. Xushkepsizlar. Assalomu alaykum. Aziz xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, har bir inson farzand ko'rganda oldiga juda ko'p ulkan orzular qo'yadi. Shulardan biri shu farzandlarning to'ylariga el oldiga dasturxon solish. Bugun shu Dilbarayxon aka olamiz shu niyatlar amalga oshib ketdi. Allohim farzandlari shu kishilarimizning eng oliy qanday desam, qori hofizliklardan bo'lsin. Alloh hamisha yo'llarini yorib qilsin. Allohim shu Dilbarayxon aka bolamizga ham Allohim panjalarini sog' qilsin. Shu qoriya farzandlarni o'stirib, shular kamol ko'rishni nasib qilsin. Hamisha yaxshi kunlarda, nima deydi, to'ylarda farzandlarim yana uylanishga to'ylarda ham hamisha birga bo'lishni nasib qilsin. Assalomu alaykum, mana shu xonadonga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun men mana shu o'g'lim, qizimni hatmi to'ylarida o'tiribman. Mana shu 2 yoshga men mana shu bolalarni orzu havasini ko'rib, uylarini to'g'rida doim qo'llari duoda bo'lishligini istayman. Bolalari qoriyalardan bo'lsin, 30 pora Qur'onni yodlaydigan farzandlardan bo'lsin, oxiratlarida boshlariga toj keladigan farzandlardan bo'lsin. Doim iymonga boy bo'lsin sizlar. Hicrondan o'tsagan bizni ish, hicrondan o'tsagan bizni ish, makiylar solmasligiz bizni ish. Hicronni sevgisiga o'xshab asir, saodatga sadoqatni bizni ish. Hicronni sevgisiga o'xshab asir, to'yxonamizga hurmatli bo'lgan xolajonlarimiz, Salimaxon opajonimiz, Lolaxon opajonimiz va Karimaxon xolajonlarni davramiz to'riga chorlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana shu xonadonga xush kelibsizlar. Men ham barcha yaxshi niyatlarimni shu jiyanlarimga bag'ishlayman. Hammaga xush kelibsizlar. Oldinlari ne'matlarni olib, men uchun o'tirishgan
yeb o'tiringlar. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Shu jiyanimni to'yga, shu Zafarbek va Dilrabbolar qo'shqanaman qo'shiqlari, yaxshi kuyovlarni, yaxshi kelinlarni ko'rib, uylari nasib qilsin, nevaralarni ko'rsin, hojilarga borib, hojona bo'lib, to'ralarni duolarni qilib o'tirsin, tanjalari sog' bo'lsin. Rahmat, juda ham chiroyli tilaylar bo'ldi. Marhamat, Salimaxon xolajonimizni davramizga taklif etamiz. Ministrga bo'lsangiz keling. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Jiyanimga shu jiyanimga uzoq umr, baxt, saodat, kelajakda elimizga, yurtimizga xizmatligidan Rahmat, juda ham chiroyli tilaylar bo'ldi. Marhamat qilib. Sen meni jonimdan olgin, men seni jonim bo'lay. Qattiq qo'yga diyorimdan darvoning bo'lay. Sen meni jonimdan olgin, men seni jonim bo'lay. Qattiq qo'yga diyorimdan darvoning bo'lay. Ushab yo'llarni farsendan, sendan taraf, rastiga yetgan son yo'liga karvoning bo'lay. Rastiga yetgan son yo'liga karvoning bo'lay. Men seni yo'ling bo'lay, men seni joning bo'lay. Qattiq qo'yga diyorimdan darvoning bo'lay. Qattiq qo'yga diyorimdan darvoning bo'lay. Yana bir bor xush kelibsizlar aziz mehmonlar deymizlar. Tabriklarimizni davom ettirib, mana shu bugungi to'yxonamizga o'zlarining chiroyli tilaklari bilan, chiroyli tabriklar bilan tashrif buyurgan hurmatli bo'lgan ammajonlarimizdan Sharofatxon, Sharifaxon ammajonlarimiz, Sayyoraxon va Gulziraxon opa-singillarimizni davramizga chorlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, shu xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana bizning akam Ibayatdan Halimaxon keldi. Halimaxonning o'g'lining yoshlarida mana farzandlari nevarasiga sunnat o'qiyotgan ekan. Men ularga hammasiga uzoq umr, salomatlik tilayman. Dilrabboga, Zafarga, bolalarga uzoq umr tilayman, sog'lik tilayman. Kelinayam akam rostdan shu bolalarni kichikligidan boshlab katta qildi. Rahmat. Yana nima deyman, shu bolalarni uylanish to'ylarida ham shunday qilib o'tiraylik. Men hammaga tinchlik, sog'lik tilayman. Hammaga baxt tilayman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Meni Sharif bobom bir kun bo'ldi Rossiyaga ketib qolganiga, o'sha o'rniga chiqdim. Xush kelibsizlar. Bu to'y boshlarga uzoq umr tilayman, baxt saodat tilayman, bolalarini orzu havasini ko'rsin. Farzandlari Lenskidan eng yaxshi yigitlardan, qizlardan bo'lsin. Hammaga tinchlik, sog'lik tilayman. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Shu
akam xonadoniga kelgan opa-singillar, onaxonlar, qarindoshlar, hammalar xush kelibsizlar. Shu akam bilan kelinimga barobar baxt tilayman. Jiyanim Fayzullohga ham uzoq umr, baxt saodat tilayman. Gulsanamxonga ham Fayzulloh katta yigit bo'lsin, iymonli, insofli bolalardan bo'lsin. Ota-onamga ham uzoq umr tilayman. Xudo havoga ham uzoq umr tilayman. Kelganinglar uchun rahmat hammalarga, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, sizlar Qo'chonga. Men bu fursatdan foydalanaman. Qo'chonga uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Farzandlarim Gulsanamga, Fayzullohga uzoq umr tilayman. Sizlarga omadlar tilayman. Biz kattalarimiz dedam bilan ayamga, Xudodan duolarga keltiraman. Gulsanam bilan Fayzullohni shu darajaga yetkazgan dedam bilan ayamga katta rahmat. Shu joylar ishda eng katta hissalarini qo'shdi. Shu boqqa farzandlar hamisha og'riqni yengil qiladigan farzandlardan bo'lsin. Kelganlarga rahmat qizlar, juda ham chiroyli tilaylar bo'ldi. Marhamat qilib barcha opa-singillarimizni davramizga chorlaymiz. Namaste. Sen yapın doğrusun, yine hayran. Yüreğimde yağlı. Eyle yapın yerlere, uzun köyle kimsen. Kalemlerle sınırım, aşka dosta koyupsan. Eyle yapın yerlere, uzun köyle kimsen. Kalemlerle sınırım, aşka dosta koyupsan. Eyvah, yana yandım, yana yandım billahi. Eyvah, yana yandım, yana yandım billahi.
rahmat deymizda. Tabriklarimizni davom ettirib, bugungi to'yxonamizga hurmatli bo'lgan xudojonlarimiz ham tashrif buyuribdi. Albatta xudojonlarimiz o'zlarining chiroyli tilaklari bilan, chiroyli tabriklari bilan bugun to'yxonamizda mehmon Baxtigulxon Ra'noxon opajonlarimiz, Mukarramxon va Mavjudaxon opa singillarni davramiz to'riga chorlaymiz. Marhamat. Aziz mehmonlar, mana bugun biz mana shu Zafarjon Manzurova hamda xonadoniga o'g'ilga sunnat o'tilayotgan shu sababli hammamizning bolaga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Sanab qizimiz ham yaxshi yillarda o'qib, kuyovlarni yaxshilari buyursin. Mana bugun mana shu Halim opamman, Ibrahim akaga ham uzoq umr, baxt, omad tilayman. Mana shunday qizlar o'stirgan. Yana bir bor rahmat aytaman ularga. Mana Xudo xolasa bir yilda ikkita to'y kuzatyapti. Shundan keyin ham topganlari to'ylarga buyursin. Hammamizni shunday baxtli, omadli to'ylar, kelinlar, kuyovlar, qudalar buyursin. Rahmat hammanglarga. Assalomu alaykum. Rahmat. Marhamat barcha opa-singillarimizni davramizga chorlaymiz. Navbat Ketsin ketar. Ketaman deb ketsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. Haydi meni zona etsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. Ketaman deb ketsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. Murodiga yetsa ketar, yetsa ketar, yetsa ketar. Ketamandir ketsa ketar, ketamandir ketsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. Haydi meni zona etsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. Ketamandir ketsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. Murodiga yetsa ketar, yetsa ketar, yetsa ketar. Ketsa ketar, ketamandir ketsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. Haydi meni zona etsa ketar, etsa ketar, etsa ketar. Ketamandir ketsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. Murodiga yetsa ketar, yetsa ketar, yetsa ketar. Ayrılmasın deyimiz, borilarga shukr deymizda. Tabriklarimizni davom ettirib, bugungi to'yxonamizga hurmatli bo'lgan amajonisi Saidaxon amajonisi va Zamiraxon opa singillarimiz, Nilufarxon va Gulshonayxon opa singillarni davramizga chorlaymiz. Marhamat, meni eshittirgan bo'lsanglar. Saidaxon va Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga tashrif buyurgan, uzoq yaqindan kelgan katta kichik aziz mehmonlar. Mana bugun jiyanim, singlim, qo'shnim, Dilrabo bilan kuyov bolamiz, ukam, Zaharlarni orzu ko'p kutgan sunnat to'y nashr bazmiga tashrif buyurgan barcha mehmonlar, ularga tilagim uzoq umr, baxt, saodat, sog'lik, salomatlik tilayman. Qizi Gulsanam
jiyanim Dilrabonga o'xshagan, birovga ozor bermaydigan, tartibli, mehnatkash qiz bo'lsin. O'g'li Zafarga o'xshab mehnatkash, oilam degan yigitlardan bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, hammasiga yetishsin, uylari o'zlariga buyursin. Men ham shu yaxshi fikrlarga qo'shilaman. Bundan keyin ham chiroyli to'ylar bo'lsa, Zafar bilan Dilrabo shu farzandlarni ota-onasini ko'rsin. Ular baxtiga Ibayniga ham Halima bog'im, Habibani ham 6-ekanman, tinch bo'lsin. Assalomu alaykum, Shukur Sarazning xonlar. To'yga bosh-bosh bilan ikkala tomondan ota-onalarga katta rahmatlar aytamiz. Yoshlar baxtiga ota-onalar tinch bo'lsin. Qaysilaman ko'rsatamiz asosiy katta ishida katta bo'lishda bular tug'ilgandan beri endi mavjudda to'y boshlandi degandan beri kelib chiqmayam to'ydi bizga. Umri uzoq bo'lsin, baxtli yigit, baxtli qizlardan bo'lsin. Yurtsanamday moyday baxtini bersin, yaxshi oilaga nasib qilsin. Qaysilarga ham yaxshi kelin o'g'illar bo'lsa, kelin to'ylarda hammamiz birga o'tirishga nasib qilsin. Zafar bilan Dilrabo hamisha baxtli bo'lib, Allohning nozik olsin. Dadam bilan bilan qo'shiqlari, xonadonlarni sog' bo'lib, shu bog'larda baxtida tinch bo'lib, biz baxtimizga Yana bir narsasimdan chiqib, ichlarimga sog'lom boradi. O'zi ham bilganda keldi mana. Albatta sovg'alarimiz yaxshilik, xursandchilik ularga nasib qilsin. Rahmat. Rahmat ammajonim. Eng yaqin ammam. Mas'ulalar meni bitta dori. Albatta ammajonsiz, xolajonsiz hech qaysi to'ylarimizni barcha xursandchilik kunlarini tasavvur Ortada yonib Oshna bo'ldim divonaman Ishqim shemil xandaqdagi Aylandim armonaman Ishq ortada yondim armonaman Ayay o'lchanim gulliga Bilsakmikan gul qo'liga Shiraymanda ozorga Oshna bo'ldim divonaman Ishq ortada yonib Oshna bo'ldim
egalariga ham rahmat aytamiz. Yana bir bor xush kelibsiz aziz mehmonlar deymizda. Tabriklarimizni davom ettirib, mana shu bugungi to'yxonamizga Oroldan aziz mehmonlarimiz keldi. Xolisxon va Yursin ejalarni davramizga taklif etamiz. Marhamat. Hurmatli bo'ling. Şu bana ömürlüyoruz. Oradan bulup, oradan olacakşı. Kırgızistan'ın aldığı bağlarından korkçamayız. Atenes'ten benim bu balık olsun. Şu yüklesinden tınç olsun. Şu dova geldiğinde korkularla size aman kadar tınçılık olsun. Şu kızımızdan Baldar'ın toyunu var önümüzde hoş gelipsizler. Kalan toyları ömrünü kutlu olsun. Baldar'ın ömürleri uzun. Geleceğimizde aslanı açık. Kızımızın geleceğine tararan Baldar'dan olsun. Bazımızlara açık manay kanımızı toydu öttürüp gördük. Alayının kalagan masasına tepkile hoş gelipsizler. Rahmat, juda ham chiroyli tilaklar bo'ldi. Marhamat, ketib qolmaymiz. Hurmatli bo'lgan mehmonlarimizni davramizga chorlaymiz. Navbatda Hurmatli mehmonlar, meni opamdan singlisi kelinlar. Opamning o'g'illaridan ikkasi. O'g'illar O'zbekistonda o'tishdi. Shkepslar oldinglarda bularni yeb o'tiringlar. rahmat ilohimjon tanijonlar sog'omon bo'lsin deymiz. Mana shu opajonlarimizni ham dunyo turguncha tursin deymizda. Tabriklarimizni davom ettirib, mana shu bugungi to'yxonamizda Halimaxon va Habibaxon onajonlarimizning mahalla jo'ralaridan, Halimaxon opajonimizning mahalla jo'ralaridan Maqsudaxon va Himoyatxon onajonlarimiz. Sizlar to'ylar muborak bo'lsin. Bormaylar. Mana shu xonadagi tashrif buyurgan aziz mehmonlar, mana bugun Oltin akam va Habib opamni farzandlari Zafarbek hamda Durabo xolamning farzandini hadda to'yini guvohi bo'lib o'tiribmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu oilaga tinchlik, omonlik, salomatlik tilayman. Ota-bobolarimiz aytgan uy sotib olma, qo'shni sotib ol degan. Biz Oltin akam Habib opam arasida yaxshi qo'shnimiz. Dunyoda eng yaxshi qo'shni kim desam, men shularni aytgan bo'lardim. Hammalar xush kelibsizlar. Mana shu yerda aytilgan barcha yaxshi tilaklarga qo'shilaman. Hammalar xush kelibsizlar. Mana bugun Habibaxon, Halimaxon, bolalari Zafarbek, Durabo qizlarimizni mana to'ylar, sunat to'ylardan o'tibmiz. Hammalar xush kelibsizlar. Bularni mana uy-joylari muboraklik bo'lsin, o'zlariga nasib qilsin. Shu uylarda yarar yashash bir para yozib yuribsin. O'sha qilsin. O'g'illarni uylab, qizlarni chiqarib, orzavat, halovatlarni ko'rib yursin. Yana hammamiz shuni orqada kelib tabriklab o'tiraylik. Halimaxon boshimizga jicha bizni ham mahalla ko'ydan sovg'amiz. Assalomu alaykum. Ushbu fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, sizlar men yerda aytilgan hamma yaxshi niyatlarga qo'shilaman. Oldinda aman Habibaxon yuzga kirsin. Ovarini baxt kamolini ko'rsin. Rabbomon Zafaraga ham qo'shgan bilan qo'sha qarib, farzandlarini orzu havasini ko'rsin. Rahmat, barcha mahalla jo'ralariga rahmat aytamiz. Sovg'alarni qabul qilamiz. Marhamat Halimaxon opajonlarimiz. Rahmat aytamiz. O'shajonlarimiz oqibatlarga ko'z tegmasin.
Rahmat sovg'alar uchun. Sizlarga hammalarga tashkil to'ylari ko'rishga rahmat.